Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Google akkaunt, ya'ni Gmail akkauntimizdan parolni unutgan holatda qanday qilib qayta kirish imkoniyatimiz borligini ko'rib chiqamiz. Buning 3 xil usuli bor. Birinchisini hozir ko'ramiz. Siz qaysi emailingizni parolni eslay olmayotgan bo'lsangiz, ya'ni yodingizdan ko'tarilgan bo'lsa, xuddi o'sha email manzilini kiritasiz. gm kiritiladi va next tugmasi bosiladi. Bundan so'ng siz parolni albatta siz unutgansiz, shuning uchun forget password bosiladi. Bu yerda endi birinchi usul, ya'ni oxirgi enter last password, oxirgi kiritilgan parol. Buni hozirgi ishlayotgan parol emas, undan oldingi parolni kiritish orqali siz qaytadan mana shu email manzilingizdan bemalol foydalanishingiz, kirishingiz mumkin hisoblanadi. Endi bizda oxirgisini ham unutganmiz. Jamiki barcha parollarni unutganligimiz uchun try another way, boshqa yo'lni ko'rib chiqamiz. Endi ikkinchi usul, ya'ni men recovery bo'limidagi kiritgan email manzilimdan foydalanaman. Ya'ni recovery deganda siz nimani tushunishingiz mumkin? Recovery bo'limida siz telefon raqam va email manzilini kiritib qo'yish imkoniyatingiz bo'ladi va bunda xuddi shunaqa unutgan holatda ulardan foydalanish imkoniyatingiz bo'ladi. Agarda recovery haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, quyidagi videoda batafsil aytib o'tganman. Endi xuddi o'sha bo'limga kiritgan email manzilimizni kiritamiz. Va xuddi o'sha kiritgan email manzilimizga ular hozir kirib foydalanishimiz uchun parol jo'natishadi. Endi parolni qanday qabul qilamiz? O'sha email manzilimizga kiramiz, Gmailga, va Gmailimizga Google tomonidan xabarnoma keladi. Xabarnomada foydalanamiz. to'qqiz yuz qirq olti sakkiz yuz oltmish to'rt nusxasini bu yerga ko'chiramiz va next tugmasini bosamiz. Endi biz xohlagan parolimizni, ya'ni passwordimizni kiritishimiz mumkin. Ya'ni o'zimiz qaytadan yangi password kiritamiz. Next tugmasini bosamiz. Afsuski bu parol kuchli emas ekan, shuning uchun kuchliroq biror bir parol kiritamiz. Next. Mana email manzilimizga ham kirib oldik. Continue'ni bosamiz. Endi bemalol shu Gmailimizdan foydalanish imkoniyatimiz bo'ladi va bu bo'limdan siz bemalol Google akkauntingizni boshqarish imkoniyatingiz bo'ladi. Endi biz telefon raqam orqali qanday ochishni o'rganamiz. Mana biz ikkita usulni ham ko'rib oldik va uchinchi va asosiy usul desa ham bo'ladi. Endi uchinchi usulni ko'ramiz. Bu telefon raqam orqali ochishni o'rganib olamiz. Biz bu yerga forget password, try another way va bu yerda quyidagi holat hosil bo'ladi. Ya'ni biz recovery bo'limiga telefon raqamimizni kiritgan bo'lsak yoki shu emailni ochayotganimizda telefon raqam kiritgan bo'lsak, xuddi o'sha telefon raqamga SMS tarzida keladi. Biz o'sha telefon raqamni kiritamiz endi. Va send tugmasi bosiladi. Mana SMS ham, ya'ni xabarnoma keldi.
Uni ochib ko'ramiz. 463 747. Next tugmasini bosamiz. Mana yana boyagi holatga keldik. Boya email manzili orqali ochganimizda ham yangi password kiritishimizni va uni confirm qilishimizni so'raganda, xuddi o'shandek yangi password kiritamiz va uni confirm qilamiz. So'ngra next tugmasini bosamiz va boya ko'rganimizdagidek davom etamiz. Mana shu bilan barchasini yakunlab oldik. Agarda qo'shimcha savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.